Xo'p, sizlar bilan part 3 ni demak boshlaymiz. Part 3 da bizga heading bo'yicha passage berilgan bo'ladi. Biz paragraflarga mos bo'lgan headinglarni, sarlavhalarni olishimiz kerak bo'ladi. Sarlavha olishda biz mana shu paragrafdagi asosiy ma'noga to'g'ri keladigan sarlavhani olishimiz kerak. Paragraflarda umumiy ma'no bor va ichidagi detallar bor. Ba'zan mana shu ichidagi birorta detalni olib, shuni sarlavha qilib qo'yadi. Biz lekin bu paragrafdagi bitta detalga qarab emas, balki umumiy ma'noga qarab olishimiz kerak bo'ladi. Ikki xil usulda ishlashlaring mumkin. Birinchi, headinglarni o'qib olasizlar. Keyin birin-ketin paragraflarni o'qib moslab chiqasizlar. Lekin meni o'zimning shaxsiy usulim, birinchi bitta paragrafni o'qiyman va keyingina mana bu yerdagi headinglarga qarayman. Chunki mana bu yerda bitta paragrafni o'qiganimdan keyin bu javob bo'ladimi yoki yo'qmi deb mana bu yerdagi headinglarni fikrlab, tahlil qilib o'qiyman-da. Shunda mana bu headinglarning ichidagi ma'nosi ham esimda yaxshi qoladi. Shuning uchun shu usulda ishlayman. Sizlar ikkala usulda ham ishlab ko'ringlar. Qaysi biri sizlarga yaxshiroq foyda bersa, samarali bo'lsa, o'sha usulda ishlaysizlar. Men hozir o'zim usulimda ishlayman. Demak, ishlashni boshladik. Organic food why? Nima uchun organic food? Today, many governments are promoting organic or natural farming methods that avoid the use of pesticides and other artificial products. The aim is to show that they care about the environment and about people's health. But is this the right approach? Demak, bugungi kunda ko'plab hokimiyatlar organik, ya'ni tabiiy fermerlik metodlarini promot qilyapti, qo'llab-quvvatlayapti, targ'ib qilyapti. Demak, natural farming, organic farming deganda biz pesticides degani turli xil zararkunandalar bor-ku, o'shalarga qarshi foydalaniladigan vositalar. Shunaqa narsalarni ishlatmas ekan va boshqa ekan, shuni chetlab o'tsa natural farming hisoblanar ekan. Demak, bundan maqsad odamlar atrof muhitga befarq emasligini, atrof muhitga g'amxo'rlik qilayotganligini ko'rsatish ekan va odamlarning sog'ligiga ham befarq emasligini shu orqali ko'rsatishar ekan. Tabiiy bo'lganligi uchun boshqa sun'iy narsalarni ishlatmasdan fermerlik qilish ekan. Xo'p, demak, o'qish boshladik. Europe is now the biggest market for organic food in the world, expanding by 25% a year over the past 10 years. So, attraction of organic food for some people. The really important thing is that organic sounds more natural. Organic is a way of defining oneself as natural, good, caring, different from the junk food scoffing masses. As one journalist puts it, it feels closer to the source, the beginning, the start of things. The real desire is to be somehow close to the soil, to Mother Nature. Demak, hozirgi kunda Yevropa organic foodni eng katta bozori Yevropada ekan va oxirgi 10 yil ichida 25% ga ko'payibdi va nima uchun jalb qilyapti odamlarni bunga? Eng muhim narsa organik desa bu tabiiyroq eshitilar ekan va organik deganda odam o'zini xuddi tabiiy, yaxshi, g'amxo'r va boshqa junk food, zararli ovqatlar yeydigandan o'zlarini farq qilgandek his qilar ekan va bitta jurnalist aytibdiki, organik deganda odamlar o'sha ma'lum bir narsani kelib chiqishiga, asl manbasiga yaqin his qilar ekan va bu tuproqqa yaqin bo'lishga bo'lgan xohishni ifodalar ekan. Ya'ni ona tabiatga yaqinligini, yaqin bo'lishga bo'lgan ishtiyoqni ko'rsatib berar ekan. Demak, mana umumiy ma'noni tushundik. Yevropada organik foodda rosa katta bozori bor ekan, oxirgi yillarda juda ham kengayibdi va organik deganda odam o'zini tabiiyroq his qilar ekan. Endi o'qiymiz.
Research into whether organic food is better for us. Organic food bizga yaxshiroqmi? Mana shunga doir tadqiqot. Tadqiqot haqida gap ketmadi. Eng asosiy so'zlarni belgilab ketamiz. The need to remove hidden dangers from food. Demak, ovqatlardan yashirin bo'lgan danger xavf-xatarlarni yo'q qilish. Hidden dangers haqida o'qimadik. The fact that can affect food quality. Food oziq-ovqatlarda sifatiga ta'sir qiladigan omillar. Oziq-ovqatning sifati haqida hali o'qimadik. The rich and poor see things differently. Boylar va kambag'allar narsalarni turli xil ko'radi. Boylar bilan kambag'allar solishtirilmadi. A description of organic farming. Organic farmingda description ta'rifi. Testing the taste of organic food. Organic foodni ta'mini tatib ko'rish. Ta'mi haqida gap ketmadi. Fear of science has created the organic trend. Demak, science-dan qo'rquv organic trendni yaratdi, lekin hali science-dan qo'rquv haqida gap ketmadi. The main reason for the popularity of organic food. Demak, organic foodni mashhurligiga, ommaviyligiga asosiy sabab deyilyapti. Hozir ikkita variant ko'proq tushyapti. Organic farmingda descriptioni va organic foodni ommaviyligiga asosiy sabab. Ko'pincha ikkita variant xuddi ikkalasi ham javobga o'xshaydi, lekin ma'nosiga qarab ajratib olamiz. Hozir sizlar qaysi variant olyapsizlar? E mi yoki H mi? Yaxshi, Odina, Go'zal, Muattarxon, H javobni olyapsizlar. To'ppa-to'g'ri. H javobini olamiz. Chunki bu yerda mana aytilyapti. Mana bu yerda description berildi. Ya'ni organic farming deyilganda pestitsidlarni ishlatmaslik tushuniladi, artificial productlar ishlatmaslik tushuniladi turib, mana bu yerda berdi descriptionini. Lekin bu alohida paragraf emas, shunchaki bitta kirish qism xolos. Biz mana bu ayga, mana bu paragrafga javob olishimiz kerak. Bu yerda asosiy sababi, demak bu yerda eng asosiy nuqta shuki, tabiiy tuyuladi. Tabiiy bo'lgani uchun odamlar organic foodni promote qilyapti. Xuddi ona tabiatga yaqindek his qilishadi turib, popularity. Mana bu yerda biggest market deganda eng katta bozorligi, ya'ni popular, ommaviy ekanligi aytilyapti. Demak, Ayga javobimiz H bo'ldi va bortda javob to'salarini o'chirib ketinglar, chunki javoblar kamaygani sari, variantlar kamaygani sari to'g'ri javobni olish oson bo'ladi. Xo'p, keyingisiga o'tamiz. Unlike conventional farming, the organic approach means farming with natural rather than man-made fertilizers and pesticides. Techniques such as crop rotation improve soil quality and help organic farmers compensate for the absence of man-made chemicals. As a method of food production, organic is however inefficient in its use of labor and land. There are severe limits to how much food can be produced. Also, the environmental benefits of not using artificial fertilizer are tiny compared with the amount of carbon dioxide emitted by transporting food. A great deal of Britain's organic produce is shipped in from other countries and transported from shop to home by car. Demak, bu yerda conventional degani an'anaviy degani. An'anaviy fermerlikdan farqli o'laroq organic approachlar, tabiiy usulda demak fermerlik qilganda mana shu turli xil fertilizerlar, pestisidlar ishlatilmaydi. Fertilizer degani yerda o'g'itlaydigan, o'g'it bo'ladi-ku, yerda yana ham unumdor qiladigan. O'zi fertile degani unumdor degani. Fertilizer bo'lsa shu yerda unumdor qiladigan o'g'itlar. Shunaqa narsalarda ishlatmaslik tushuniladi. Demak, crop rotation bo'ladi deyilyapti. Crop rotation degani almashlab ekish. Masalan, bir yili bitta narsa ekdimi, keyingi yili boshqa narsa ekadi. Ya'ni crop rotation almashlab ekish degani. Demak, bu yerda organic deganda inefficient bo'ladi ishchi kuchidan foydalanishda, chunki how much food ishlab chiqarish bo'yicha limit
limit bo'ladi. Limit degani chegara bo'ladi. Xohlagancha ishlab chiqaravermaydi. Ma'lum bir miqdorda ishlab chiqaradi. Shuning uchun ishchi kuchi bo'yicha ham samarasiz deb organik fermerlik haqida ma'lumot berilyapti. Demak, bu yerda umuman olganda an'anaviy fermerlikdan farqi tushunilyapti. Organik fermerlikda. Demak, ikkiga qaysi tushadi? Yaxshi, Gulhayo, Odina, bu yerda javob tushadi. Ya'ni a description of organic farming. Butun paragraf mobaynida mana shu organic approach conventional farmingdan farqli o'laroq organic farmingda organic approach haqida umumiy ma'lumot berilyapti. Ya'ni description. Butun mana shu yerda description berilyapti. Mana bu yerda ham qisqa qilib beradi mana shu narsani. Bu yerda endi yana ham ko'proq izohlab beryapti. Demak, ikkiga javobimiz bu yerda javob tushyapti. Keyingisiga o'tamiz. Organic farming is often claimed to be safer than conventional farming for the environment and for consumers. Organic farmingda atrof muhit uchun, iste'molchilar uchun xavfsiz deyishadi odatda. Yet studies into organic farming worldwide continue to reject this claim. Lekin organic farming bo'yicha studies, izlanishlar bu narsani xatoligini ko'rsatmoqda. An extensive review by the UK Food Standards Agency found that there was no statistically significant difference between organic and conventional crops. Even where results indicated there was evidence of a difference, the reviewers found no sign that these differences would have any noticeable effect on health. Demak, organic farmingda odatda atrof muhit uchun, iste'molchilar uchun foydali, xavfsiz deyishar ekan, lekin izlanishlar, tadqiqotlar shuni ko'rsatibdiki, ikkalasini farqi yo'q ekan, shunaqa sezilarli farqi yo'q ekan. Bunga demak isbot ham topishibdi. Demak, 3 ga javobimiz nima bo'lyapti? Umumiy ma'nosiga qaraymiz. Bittalab ichlarni tarjima qilish shart emas, umumiy ma'nosiga qarab turib olishimiz kerak bo'ladi. Javobimiz bu yerda Xo'p, mana yerda qaraymiz. Tadqiqot, organic food biz uchun yaxshiroqmi? Mana shu bo'yicha tadqiqot deyilyapti. Yashirin dangerlarni yo'q qilish uchun ehtiyoj, oziq-ovqatning sifatiga ta'sir qiladigan omillar, boylar, kambag'allar turli xil ko'radi. Javobni biz allaqachon olib bo'ldik, buni ola olmaymiz endi. Organic foodda ta'mi deyilyapti. Oziq science, ya'ni ilm-fandan qo'rquv deyilyapti. Demak, qaysi variant tushyapti? Bittagina variant tushyapti, xolos o'zi. Yaxshi, Madina Bonu. Yana Madina Bonu ham birinchilardan bo'lib to'g'ri javobni beryapti. Munira, Gulhayo. Demak, bu yerda javob bo'ladi. Research, tadqiqot haqida gap ketdi. Tadqiqotlarga ko'ra, ikkalasini deyarli hech qanaqa bir sezilarli farqi yo'qligi aniqlanibdi. Xo'p, demak, javobni oldik. Keyingisiga o'tamiz. The CDC claimed that organic food is more nutritious than conventional food was always likely to be misleading. Ko'pincha organic food boshqa conventional fooddan, ya'ni conventional food deganda o'sha turli xil o'g'itlar, dorilar solinadi, hasharotlarga qarshi pestisidlar solinadi. Mana shunaqa conventional food bo'lsa shunaqa, organic food bo'lsa shunaqa o'g'itlar, dorilar solinmaydigani. Organic foodda foydaliroq deb aytishadi. Bu narsani lekin misleading, noto'g'ri bo'lish ehtimoli katta. Food
is a natural product and the health value of different foods will vary for a number of reasons. Ya'ni turli xil oziq-ovqatlarda health value, sog'liqqa bo'lgan ta'siri bir qancha sabablarga ko'ra farq qiladi. Ya'ni bir qancha omillar ta'sir qiladi. Masalan, freshness, the way the food is cooked, the type of soil it is grown in, the amount of sunlight and the rain crops have received, and so on. Ya'ni oziq-ovqatdagi the health valuesiga, sog'liqqa bo'lgan qiymatiga turli xil narsalar ta'sir qilar ekan. Masalan, uni qanchalik yangiligi, qanday pishirilganligi, qanaqa tuproqda o'sganligi, qancha quyosh qabul qilgani, qancha yomg'ir qabul qilgani, shu kabi omillar ta'sir qilar ekan. Demak, bu yerda masalan carrot so'zi o'g'itangami yoki yo'qmi, bu narsa ta'sir qilmaydi deyapti. Xo'p, asosiy ma'no mana shu boshidayoq aytilyapti. Demak, 4 ga qaysi tushyapti? Hidden dangerlarni yo'q qilish haqida aytilmadi. Food quality, oziq-ovqatni sifatiga ta'sir qiladigan omillar. Bu bo'lishi mumkin, chunki bir qancha omillar sanab o'tildi. Boylar, kambag'allar solishtirilmadi. Organik foodni ta'mini tatib ko'rish haqida gap ketmadi. Ilm-fandan qo'rqish haqida gap ketmadi. Demak, qaysi javob bo'lyapti bunga? 4 ga? Yaxshi, Madina Bonu, Munira, Go'zal. C javob bo'lyapti. The factors that can affect food quality, oziq-ovqatni sifatiga ta'sir qiladigan omillar deyilyapti. Bir qancha omillar aytib o'tilyapti. Food quality demasdan health value deb ketdi. Ya'ni sog'liqqa bo'lgan qiymati. Xo'p, keyingisiga o'tamiz. The notion that organic food is safer than normal food is also contradicted by the fact that many of our most common foods are full of natural toxins. Ya'ni biz organic foodni safer, xavfsizroq deb o'ylaymiz, lekin aslida eng keng tarqalgan oziq-ovqatlar full of natural toxins, ya'ni tabiiy toksinlar, zaharlar bo'ladi. Organikda zahar yo'q deymiz, lekin aslida biz iste'mol qiladigan oziq-ovqatlar to'la toksin, zaharga to'la deyilyapti. Parsnips cause blisters on the skin of agricultural workers. Toasting bread creates carcinogens. As one research expert say, people think that the more natural something is, the better it is for them. This is simply not the case. In fact, it is the opposite that is true. The closer a plant to its natural state, the more likely it is that it will poison you. Naturally, many plants do not want to be eaten, so we have spent 10,000 years developing agriculture and breeding out harmful traits from crops. Ya'ni aytilyapti, parsnip degan narsa terida blister, toshmaga sabab bo'ladi. Toasting qilingan bread karsinogen degan kasallikka sabab bo'ladi. Bitta tadqiqotchi aytibdiki, narsa tabiatga, natural, tabiiy narsaga qanchalik yaqin bo'lsa, u shunchalik yaxshi debdi, lekin aslida bu xato. Aslida tabiatga qanchalik, o'zini tabiiy xususiyatiga qanchalik yaqin bo'lsa, u shunchalik sizni zaharlaydi. Masalan, o'simliklar yeyilishni xohlamaydi, to be eaten, yeyilishni xohlamaydi. Shuning uchun biz 10 ming yillarni sarfladik agriculturalda develop qilish uchun va mana shu o'simliklarda foydali bo'lgan, ya'ni harmful, zararli xususiyatlarni yo'q qilish uchun 10 ming yillarni sarfladik deyilyapti. Demak, narsa o'zini tabiiy holatiga qanchalik yaqin bo'lsa, shunchalik bizga yaxshi degan narsa xato ekan. Aslida o'zini tabiiy xususiyatlariga, tabiatga qanchalik yaqin bo'lsa, u shunchalik bizga zararli bo'lar ekan, chunki o'simlik yeyilishni xohlamas ekan va biz 10 ming yillar davomida shu zararli xususiyatlarni yo'qotish uchun vaqt sarflabmiz agriculturada rivojlantirib. Demak, bizda bir qancha variantlar qoldi bu yerda.
Hop, hidden dangerlarni yo'q qilishga bo'lgan ehtiyoj, boylar, kambag'allar, ta'mi, ilm-fandan qo'rqish. Qaysi tushyapti betga? Yaxshi, go'zal, Munira, Madinabonu B tushyapti. Ya'ni hidden danger, ichki xavflarni yo'q qilish ehtiyoji deyilyapti. Ya'ni 10 ming yillar davomida biz shuni shakllantirdik. Bo'lmasam poison qiladi, ya'ni zaharlaydi sani. Shu zaharlamasligi uchun biz agricultureni rivojlantirdik, yo'q qildik shunaqa xususiyatlar deyilyapti. Bu B javobga tushyapti. Oxirgi variant qoldi bizda. Yet educated Europeans are more scared of eating traces of few strictly regulated man-made chemicals that they are of eating the ones that nature created directly. Demak, o'qimishli yevropaliklar qo'rqadi, ya'ni inson tomonidan yaratilgan chemicals, kimyoviy moddalarni yeyishdan qo'rqadi deb aytilyapti. Biz o'zimiz ham aytamiz-ku, borda kasalliklar chiqsa, endi hozir yeyotgan hamma narsamiz ximikatda deb qo'yamiz-ku, ya'ni turli xil ximikat, kimyoviy moddalar deb qo'yamiz-ku. Yevropaliklar ham shunaqa qo'ylar ekanda, ya'ni shunaqa kimyoviy moddalarni, odam yaratgan kimyoviy moddalarni yeyishdan qo'rqar ekan. Surrounded by plentiful food, it is not nature they worry about, but technology. Ular tabiatdan emas, balki texnologiyadan qo'rqadi. Our obsession with ethics and safety of what we eat, concerns about antibiotics in animals, additives in food, and GM crops and so on, are symptomatic of a highly technological society that has little faith in its ability to use this technology wisely. Demak, mana shu texnologiyalardan oqilona foydalanishga has little faith, ya'ni ko'p ham ishonmaydi deyapti. Little degani ozgina ishonadi, xolos, kam degani. A little bo'lsa oz, lekin yetarli darajada. Ethical bo'lmasa kam, ya'ni deyarli ishonmaydi deyilyapti. Xo'p, bu yerda yevropaliklar qo'rqadi ximikatlarni iste'mol qilishdan, texnologiyadan qo'rqadi ishlatishdan, oqilona ishlatilishiga ishonmaydi deyilyapti. Demak, qaysi tushyapti bu yerda? Boylar, kambag'allar, mana bu variant olib bo'ldik. Ta'mi haqida gap ketyapti. Ilm-fandan qo'rqish organik trendni yaratdi deyilyapti. Qaysi tushyapti? Juda ham yaxshi. Demak, mana go'zal, Madinabonu, Odina birinchilardan bo'lib to'g'ri javobni beryapti. G tushyapti. Fear of science. Fear so'zning o'rniga scare degan so'z kelyapti. E'tibor bersalaring, bu yerda ham paraphrasinglarda bular juda ham katta yordam beryapti. Masalan, research, tadqiqot so'zning o'rniga studies degan so'z kelyapti. Hidden dangers, sani poison qiladi degan so'zni mana hidden danger deb ketyapti. Factors that can affect food quality. Food quality o'rniga health value degan so'z kelyapti. Factor o'rniga reasons degan so'z kelyapti. Description of organic farming. Organic farming, organic approach degan so'zlar kelyapti. Fear so'zning o'rniga scare degan so'z kelyapti. Popularity o'rniga the biggest market degan so'z kelyapti. Sizlar borku, javob topayotganda aynan qaysi so'zga to'g'ri kelyapti, aynan sinonimi, paraphrasingni topib ishlasalaring oson ishlaysiz aqallar, chunki har bitta so'zga to'g'ri keladigan so'z borda, sizlar shu to'g'ri keladigan so'zni topishlaring kerak. Qancha shunaqa so'zni topsalaring, sinonimlar bilan, paraphrasinglar bilan ishlay olsalaring, javoblarni oson topasizlar, chunki to'g'ri javobda albatta unga paraphrase bo'ladigan sinonimi keladi. Yoki umumiy ma'nosidan chiqadi. Masalan, organic farmingda biz umumiy ma'nosidan chiqarib olyapmiz. Xo'p, eng asosiy so'zlarni aytib ketaman. Xo'p, bularni yodlab olasizlar. Research, tadqiqot, need, ehtiyoj, remove, yo'q qilmoq, hidden, yashirin, danger, xavf, factor, omil, effect, ta'sir qilmoq, food quality, oziq-ovqat sifati, the rich, boylar, the poor, kambag'allar, see, ko'rmoq, tushunmoq, differently, turli xil, testing, sinab ko'rmoq, taste,
Tam bu yerda tatib ko'rmoq degan ma'noda kelyapti. Fear of science, ilm fandan qo'rqish. Create, yaratmoq. Popularity, ommaviylik. Government, hokimiyat, hukumat. Promote, targ'ib qilmoq. Natural, tabiiy. Avoid, chetlab o'tmoq. Use, foydalanish. Pesticide, zararkunandalarga, hasharotlarga qarshi vositalar. Artificial, sun'iy. Aim, maqsad. Care, e'tibor. Environment, atrof muhit. Health, sog'lik. Right, to'g'ri. Approach, yondashuv. World, dunyo. Expand, kengaymoq. Person, foiz. Attraction, o'ziga jalb qiladigan narsa. Really, haqiqatdan ham. Important, muhim. Sound, eshitmoq, eshitilmoq. Eating, yemoq. Define, izoh bermoq, hisoblamoq. Bu yerda o'zini shunaqa deb hisoblash degan ma'noda. Caring, g'amxo'r. Different from, farqli. Junk food, zararli ovqatlar. Feel closer, yaqinroq his qilmoq. Source, manba, asl manba. Start, boshlamoq. Desire, xohish. Soil, tuproq. Mother nature, ona tabiat. Conventional farming, an'anaviy farming, ya'ni odatiy usulda fermerlik qilish. Unlike, farqli o'laroq. Crop rotation, almashlab ekish. Improve, yaxshilamoq. Soil quality, tuproqda sifati. Help, yordam bermoq. Compensate, o'rnini bosmoq. Absence, mavjud emaslik. Man-made, inson tomonidan yaratilgan. Chemical, kimyoviy modda. Inefficient, samarasiz. Labor, mehnat, ishchi kuchi. Severe, qattiq. Limit, cheklov. Produce, ishlab chiqarmoq. Also, shuningdek. Benefit, foyda. Tiny, kam, kichkina. Carbon dioxide, karbonat angidrid. Emit, ishlab chiqarmoq, ya'ni ajralib chiqmoq degan ma'noda. A great deal of, judayam ko'p, katta. Ship, yetkazib bermoq, jo'natmoq. Shop, do'kon. Home, uy. Car, mashina. Safer, xavfsizroq. Consumer, iste'molchi. Studies, izlanishlar. Worldwide, butun dunyo bo'ylab. Continue, davom etmoq. Reject, rad etmoq. Extensive, keng qamrovli. Significant, asosiy, muhim. Difference, farq. Result, natija. Indicate, ko'rsatmoq. Evidence, dalil. Sign, belgi. Noticeable, farqli. Simplistic, oddiy. Nutritious, foydali. Vitaminlarga boy. Always, har doim. Likely, ehtimol. Misleading, noto'g'ri. Health value, sog'liqqa bo'lgan qiymati. A number of, ko'p, birancha. Reason, sabab. Include, o'z ichiga olmoq. Freshness, yangilik. Ya'ni svejiy deymiz-ku, shu. Cook, pishirmoq. Soil, tuproq. Amount, miqdor. Sunlight, quyosh nuri. Receive, qabul qilmoq. Likewise, shu singari. Flower, tam. Carrot, sabzi. Fertilize, o'g'itlamoq. Variety, xilma-xillik. Ago, oldin. Difference, farq. Create, yaratmoq. Use, foydalanmoq. Indeed, haqiqatdan ham. Notion, tushuncha. Contradict, bir-biriga zid bo'lmoq. Cause, sabab bo'lmoq. Skin, teri. Research, tadqiqot. Simply, oddiygina. Poison, zaharlamoq. Develop, rivojlantirmoq. Harmful, zararli. Trait, xususiyat. Educated, o'qimishli. Scare, qo'rqmoq. Strictly, qat'iy. Directly, to'g'ridan to'g'ri. Surround, o'rab olmoq. Plentiful, ko'p. Obsession degani nimadir haqida o'ylayveramiz-ku, shu narsa obsession bo'ladi. Society, jamiyat. Faith, ishonch, e'tiqod. Ability, qobiliyat. Wisely, oqilona.
touch ushlamoq, human inson, assume o'ylamoq. Xo'p, bu matndagi so'zlarda albatta yod olinglar. Bularni hali 3-modulga joylab qo'yaman. Yaxshilab yodlab savol-javoblar topshirasizlar. So'z ko'p-ku demanglar. Bu so'zlar yana qayta-qayta ishlatiladigan so'zlar tushadi. Qancha lug'at boyliklaring ko'p bo'lsa, shuncha foyda. Qolgan skilllaringga ham, chunki gapirish uchun ham so'z kerak. Yozish uchun ham so'z kerak, eshitib tushunish uchun ham lug'at boyligi kerak, ayniqsa readingda lug'at boyligi kerak. Qancha lug'atlaring yaxshi bo'lsa, shuncha yaxshi natija qilasizlar. Shuning uchun so'z yodlashdan qochmanglar, yaxshilab yodlab, hali bunga word listlar ham tayyorlab beraman. Ichidagi ekzampllar bilan yaxshilab o'rganib, savol-javob topshirasizlar. Bu matn bo'yicha savol bormi?